Alloh bir bandasini yomon ko'rib qolsa, uni o'zidan uzoqlashtirishligini xohlasa, uni tek ko'payar ekan. O'z holiga tashab qo'yar ekan. Uni mishig'ini hech kim pish demas ekan. Unga hech qanaqa musibat ham bermas ekan. Har qancha gunoh ishlarni qilsa ham, har qancha harom narsalarni yeb ichib olsa ham unga bilinmas ekan. Unga jin ham urmas ekan. Har qancha noto'g'ri yo'llarda, ko'chalarda yursa ham, tuyani yutib olsa ham bilinmas ekan unga. U battar botqoqligiga botib, tug'yonga ketaverar ekan, botqoqligiga botib. Ba'zilar aytadi-da, "Palonchilar deydi, tuya yutib olsa ham bilinmaydi" deydi. Har qancha narsani yeb ichib olsa ham, harom ishlarni qilib olsa ham, bularga yuqaveradi, bularga beraveradi. Bularni Xudo yaxshi ko'radi, bularga beraveradi deydi-da. Biz deydi, sal noto'g'ri yo'lga kirib qolsak, sal noto'g'ri narsani yeb qo'ysak, bir zimda bir joyimizdan o'pirib tushib ketadi. Bizga bir zimda bilinib qoladi deydi. Ularni Xudo yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Yo'q, bu Xudo yaxshi ko'rishligidan emas ekan. Xudo yomon ko'rganligidan ekan. Xudo ularni o'zidan uzoqlashtirganligi ekan. Sizga bilinib qolyaptimi? Sal noto'g'ri yo'lda yursangiz, birsini bilinyaptimi? Sal noto'g'ri narsani yeb qo'ysangiz, bir joyingizdan chiqib ketyaptimi, tenshab qo'yyaptimi? Demak, Xudo sizni yaxshi ko'rar ekan. Sizga Xudo harom narsalarni yuqtirmayapti. Xudo sizni tenshab turganligidan, Xudo sizni to'g'ri yo'lga solib turganligidan, sizga musibat berib turganligidan qo'rqmang. Xudo sizni o'z holingizga tashab qo'ysa, tek qo'yib qo'ysa, mana bundan qo'rqish kerak ekan.